Bolada holat necha yil boshlangan? Tak, necha yil bo'ldi umuman sudurga mana bunaqa turishlar holati boshlanganiga? 1 yil bo'ldimi, 2 yilmi, 5 yilmi, 10 yilmi? 6 yoshdan. 6 yoshdan beri, hozir bola 2009 bo'lsa 16 yoshda. 10 yildan beri mana shu holat bo'ladi. Xo'p, xurujlar bo'ladi. Bolada kechqurun bo'ladi xurujlar. Kunduz ham bo'ladi. To'satdan qorni og'riydi. Keyin hushdan ketadi. Hushdan ketgan paytda og'zi ko'pirmaydi, tilini tishlamaydi, aniq tortishlar bo'lmaydi, ko'zi ketmaydi, faqat hushdan ketadi. O'ng tomon tortadi aniq qilib. Xo'p, hushdan xuruj boshlanishini oldindan bilasizmi o'zingiz xuruj boshlanishini? Oldindan bilmaysiz. Xo'p, xuruj o'tgandan keyin xuruj payti nima bo'lganini eslolmaydi bola. Xuruj o'tib ketdi, xo'p. Har qanchada xuruj bo'lar edi? Bir oyda bittami, bir haftada bittami? Bir oyda bitta bo'ladi. Bo'lishdan oldin bizga belgi aniq beradi. Qornim og'riyapti, qornim deb baqiradi. Aha. Keyin qornim og'rib, shundan keyin uxlab qoladi. 3-4 soat uxlab turadi. Suyib beradi. Bo'lmasa, qasddan bir xil shunaqa. Xo'p, har xil vrachlarga borib ko'rdilaring. Avvalambor shifoni Alloh beradi, bandasi bermaydi. Alloh xohlagan paytda bolangiz yaxshi bo'ladi. Faqat ixlos qilish kerak, ishonish kerak, bolam tuzaladi deb harakat qilish kerak. Oldin bolaga abdominalniy migren qo'yishgan, qorin migren degan, u degan, panaytopolis bo'lgan, u degan bu har xil diagnoz qo'ydi. Nechta dori ichdinglar hozir kungacha? 10 dan ko'proq. 10 tadan ko'p dori ichdingiz hozir. Hozir oxirgi 2 ta dori to'xtadik. Qanchadan beri xuruj bo'lmayapti bolada? Mana shu fibrozdan. Fibroz bo'lsa pashta 8 oy, 8, 9, 10 oydan beri xuruj bo'lmayapti bolada hozir. Boshim og'rimayapti. Хорошо, yaxshi, xo'p.